battle tashlab. Ayting, hop. Keyin o'sha chol rosa hajga borishni orzu qiladi, lekin farzandlari ham bo'lmaydi. Yana haj mavsumi boshlanadi, cholda tayyorgarlik yo'q. Keyin ayol aytadi: "Dadajonisi, hajga borish обязательно deb yozilmagan Qur'onda. Sharoiti bo'lsa borilsin degan." Desa, chol jahl ustida ayoliga qarab, "Agar bu yil ham hajga bora olmasam, 3 taloqsan" deydi. Jahl ustida aytib boradi. Keyin ko'chada o'ylanib o'tirsa, keyin bitta temirchi kishi keladi cholning oldiga. "Sen" deydi, "palonchimisan" deb ismini aytadi. "Ha, yur men bilan" deydi. Keyin temirchilik xonasidan o'tib bitta eshik bo'ladi, qorong'i xona eshik bo'ladi. Eshikni shunday ochsa, shunaqangi nur keladi-da. Shunday eshikdan o'tsa, hajni ichiga o'tib ketadi. Hajga borib, keyin o'sha yerda amalini bajarib, keyin qaytib keladi. 3 kun yo'q bo'ladi chol uyda. Keyin 3 kundan keyin kelib ayoliga aytadi: "Men haj mavsumini bajarib keldim. Hattoki men" deydi, "sovg'a salomlar oldim, lekin o'zim olib kela olmadim. O'sha hajga borganlar olib keladi" deydi. Keyin ayolini jahli chiqib, "Bu" deydi, "talog'ingni beraman deganiga borib kela olmaganiga erim jinni bo'lib qopti, tomi ketib qopti, yolg'onchi bo'lib qopti" deb erini qozon oldiga sudrab boradi. Keyin erini qozon oldiga sudrab borgandan keyin qoziga aytadi: "Erim jinni bo'lib qopti, manaqa hajga borib keldim deyapti, 3 kun yo'q bo'lib" deydi. Desa, keyin "Хорошо, shu yoqqa surib qo'yganim ma'qul. Keyin erim jinni bo'lib qopti" deydi. Keyin qozi bilan yuzlashtiradi. Keyin u kishi aytadiki, "Meni" deydi, "temirchi olib borgan" deb turib, temirchini chaqirib keladi qozini oldiga. Keyin qozi aytadi: "Qanaqa qilib bu 3 kunda borib kelgan bo'lishi mumkin" deydi. Desa, "Rostdan ham borib keldi" deydi. Gapiga hech ishonmaydi. Keyin temirchi rosa ham aqlli bo'ladi, aytadi: "Allohning dushmani bo'lgan shayton bir soniyada dunyoda aylanadi desa ishonasiz, to'g'rimi?" deydi. "Ha. Nima uchun inson Allohning do'sti bo'lib turib 3 kunda hajda aylanib kela olmasligi kerak?" degandan keyin qozi o'ylanib qoladi. "Bo'ldi" deydi. "Biz bu masalani hajga ketganlar qaytib kelgandan keyin gaplashamiz" deydi. Keyin undan keyin qozi o'zi unaqa dindor odami bo'lmaydi, amalparast, amalga o'tirgan, zodagon, haligi nasl nasabi toza, amalchi kishi, amaldor shaxs bo'ladi. Keyin hajdagilar hajdan qaytib kelishdan oldin odam qo'yib qo'yadi, hech kim bilan uchrashmasin, to'g'ri men oldimga sudrab kelasan ularni deydi. Keyin o'zi o'ylanib qoladi. O'sha Allohning dushmani bo'lgan shayton yuradi, nimaga Allohning do'sti bo'lib inson yura olmaydi degan gapni o'ylanadi. Hajdan qaytib keladiganlar keladi, ko'rinishi bilan to'g'ri qozini odamlar qozini oldiga sudrab keladi. Keyin aytadi: "Haj mavsumida palonchini ko'rdinglarmi?" deydi. "Ha, ko'rdik." "Senlarga narsa berib yubordimi?" deydi. "Ha, berib yubordi." Berib yuborgan narsasini birga hajga borganlar hijolat bo'lib narsasiga tegmadi, "Mana hammasini olib keldik" deb qozini oldiga qo'yadi. Qozi hayron bo'lib qoladi, shok bo'lib qoladi. Keyin ularni ajrashtirmasdan uyiga jo'natib yuboradi. Keyin o'ylanadi, joyida o'tira olmaydi. Keyin qozi temirchini istab, temirchini oldiga boradi. Sahar temir qizdirib nima qilayotgan bo'ladi. Keyin kelmasdan turib, hali orqasiga qaramasdan turib qozi kelganini biladi. "Ertaroq kelishingiz kerak edi, kech qoldingiz" deydi. Desa, keyin orqasiga qarab, "Menga" deydi, "Allohga do'st bo'lishni o'rgating. Nima qilsam men ham Allohning do'sti bo'laman" deydi. Desa, keyin "Sizning nasibingiz meni qo'limda emas, siz ustozim oldiga boring" deydi. Ustozini ismi Uftoda hazratlari bo'ladi. Uftoda degani, Uftoda ham yoshligida faqat odamlarga dinni bekarga o'rgatgan odam bo'ladi. Bir kuni unga majburlab bolasini dinga o'rgatgani uchun bitta odam majburlab pul berib qo'yadi. Pul bergandan keyin u odam olib qo'ygandan keyin tush ko'radi, tushida "Bo'ldi, endi sen tushirilding, mansabdan tushirilding." Uftoda degani tushirilgan degan ma'noda kelib, "Tushirilding" deb tushida keladi. Keyin o'sha odam o'sha kundan boshlab o'ziga o'zi Uftoda, "Men tushirilganman, past maqomdaman" deb o'zini shunaqa atab oladi. Keyin otda boradi. Ketayotganda otini oyog'i balchiqning ichiga kirib yurmay qo'yadi ot. Keyin otdan tushib peshkom boradi. Borib turib bitta chol dalada ish qilayotgan bo'ladi. Choldan so'raydi: "Uftodagi hazratlari kim?" deydi. Keyin orqasiga qarab "Menman" deydi. Desa, u hazratni endi o'ziga o'xshagan bashang tasavvur qilgan bo'ladi-da. Keyin "Iltimos" deydi, "Menga ham Allohga do'st bo'lishni o'rgating. Nima qilsam Allohga do'st bo'laman" deydi.
desa siz Allohga do'st bo'la olmaysiz. Bu eshik yo'qlik eshigi. Yo'qlik eshigi turgan joyda amali bor, mansabi bor, sizdek zar cho'ponli odam kira olmaydi. Shuning uchun ham otangiz oyog'i yo'lda kelayotganda toyilib qolgan deydi. Keyin shunaqa degandan keyin men sizlarga yozishni taqiqlayman. O'zim fikringizni bildiring deganimda keyin bildirasizlar. Keyin otini oyog'i toyilib ketgandan keyin o'shaning uchun ham otangiz bu yoqqa kela olmadi deydi. Iltimos qilib so'raydi. Menga o'rgating deb so'ragandan keyin xo'p deydi. Sizga shartim bor bolam deydi. Birinchisi, mana shu zar cho'ponlaringizni yechmasdan bozorda jigar sotasiz deydi. Keyin bozorga borib jigar sotishni boshlaydi. Zar cho'ponlari bilan bozorga kirishdan oldin hijolat bo'ladi. To'g'risini aytaymi, insonning ichida nafsi bo'ladi. Misol uchun men ham hozir yoki siz bozorga borib shunchaki pirashki yoki nimadir sotib yurishga uyalamiz, aravani qo'limizga berib qo'ysa, mana shu narsa kibr bo'ladi. Keyin bozorga kirib odam yo'qmi deb qarab turadi-da, keyin Allohga do'st bo'lishni ishqida ko'zlarini mahkam yumib bozorning ichiga kirib, jigar keldi, jigarchi keldi deb baqiradi. Keyin uni ko'rganlar va qozon tomi ketib qopti deb tosh bilan bolalar tosh bilan orqalariga tosh otib, keyin bozorda 4 kun, 5 kunmi haftalab jigar sotgandan keyin chaqirtiradi. Keyin boradi ustozining oldiga yana. Bo'ldi deydi, bolam endi deydi, sizni deydi o'zim oldimda ham olib yuraman deydi. O'zini oldida olib yurganda hamma shogirdlariga buyuradi. Tovuq beradi. Boringlar, hech kim yo'q joyda so'yib kelinglar shuni deydi. Keyin Hasan Basriyni emas, Aziz Mahmud Xudoyiyni tarixi bu. O'zi Aziz Mahmud, ismlari Aziz Mahmud Xudoyiy deb laqab olgan, shunaqa alloma bo'lgani uchun. Alloma deyman-a. Hozirgina aytib o'tirdim, unaqa odamlarni nima derdi? Avliyo. Keyin ukilib chalg'itmay turinglar iltimos. Oldilari gapimni hech ham tutilmasdan gapirardim. Bilasizlar, nevroz kasalligiga chalinib qolgandan keyin gaplarim, fikrlarim chalg'ib ketadigan bo'lib qolgan. Keyin tovuqni so'yib kelinglar deydi. Tovuqni so'ygani ketib, hech kim yo'q, hech kim ko'rmaydigan joyda so'yib kelinglar deydi. Hamma so'yib sho'rva qilib yeb o'tirishsa, ustozi bilan tovuqni so'ymasdan qaytib keladi. U aqlli odam bo'ladi-da, qozi bo'lsa ham. Keyin men deydi, hech kim ko'rmayotgan joyda Allohni qarab turganini bilib, tovuqni so'ya olmadim. Ya'ni hech kim ko'rmaydigan yeri yo'q, hech kim ko'rmaydigan joyda Alloh ko'rar ekan deydi. Keyin undan keyin qozini hojatxona tozalashga qo'yadi. Самый dahshatli tochkasi. Odam o'lmaguncha nafsi o'lmaydi. Insonning nafsi hech qachon insonni tark etmaydi. O'lguncha ham buni ber duradi. Nafsni to'ydirish juda ham qiyin. Avliyo deyilganda o'sha nafsini yer bilan bitta qilgan odamlar haqida gap ketadi. Endi bu yerini qarang-da, hojatxonani yuvadi. Har kuni hojatxona yuvishni boshlaydi. Keyin bir kun hojatxonalarni yuvyotsa, ovoz eshitib qoladi. Jarchi, haloyiq, shahrimizga yangi qozi keldi. Yangi qozi tayyorlandi. Endi tasavvur qiling, hozirgi kunda birorta bir hokim o'zini amalidan din uchun kechyapti. Birorta bir amaldor din uchun hamma narsalarini zakotga tarqatib yuryapti. Unaqa narsalar yo'q, qiyin bunaqa narsalar. Endi qarang. U qoziligidan kechdida, endi nafsi nima deyapti unga? Voy, qara, shaharga seni o'rningga bitta qozi keldi. Sen bo'lsa hali ham bu yerda hojatxona tozalab yuribsan. Voy, qanaqa ustingda zar cho'ponlaring bor edi. Qanaqa odamlar seni hurmat qilar edi desa, haligi Aziz Mahmud Xudoyiy qo'rqib ketganidan u paytda ancha yoshi o'tib, soqollari o'sib qolgan, qo'rqib ketadi-da, yo'q deydi. Men senga yengilmayman deydi-da, shunday yotib turib, hojatxonani birinchi bo'lib zar cho'poni bilan, ungacha cho'ponini yechtirmaydi-da, keyin soqoli bilan tozalashni boshlaydi. Bu yerini to'g'risi men kinoda ko'rmaganman, kitobda o'qiganman. O'zini soqollari bilan hojatxonani yuvishni boshlaydi, nafsini dod degizdirib yuboradi. Keyin ustozi kelib, "Hey bolam, tur. Bo'ldi" deydi. Hojatxona tozalashdan olib ketadi-da, yana yonida olib yurishni boshlaydi. Keyin har kuni
ustoziga suv quyib beradigan bo'ladi. Ya'ni ustozi turguncha tahoratiga olov yoqib suv qaynatadi. Bir kun ustozi turguncha uxlab qoladi. Endi uyqu ham yomon narsa-yu. Uxlab qoladi, qarasa ustozi turadigan vaqt bo'lgan, ustozi tepadan tushadigan paytda suv muzdek nima qilishini bilmay qo'rqib ketadi. Gugurt shoshilib yoqaman desa, gugurt yonmasdan ho'l o'tin yonmay qoladi-da. Keyin ana u chavgundi shundoq qilib mahkam bag'riga bosib olib o'tiradi. Keyin ustozi tushadi, "Qo'y" deydi. "Yo'q" deydi. "Qo'ying suvni bolam" deydi. "Qo'yolmayman, men ustozimga qanaqa qilib qo'ying" desa, shunday qo'yganda suvdan shunaqangi qaynoq taft issiq suvda hovuri chiqadi-yu, shunaqangi chiqadiki, ustoziga bo'lgan mehri bilan, Allohga bo'lgan do'stlik ishqi bilan haligi odamning qalbi suvni qo'li kuyib qoladi-da ustozini. Keyin, undan oldin bitta narsa esimdan chiqib qolibdi. Undan oldin ustozi o'tirgan joyida meni deydi uzum yegim kelyapti deydi. Qish qor yoqqan payt. Qani endi uzum bo'lganda bir shingil yesam deydi. Desa keyin qolgan shogirdlari ustoz dala sezoni bo'lganda men sizga zo'rlarni olib kelib berardim deydi. Aziz Mahmud Xudoyi bo'lsa savatni ko'tarib uzum bog'iga ketadi. Uzum bog'da oralab borib har bitta shoxni silkitib qaraydi. Keyin oxirgi rastaga borsa, oxiri tekshirilmagan uzumdan shunaqangi shingil uzumlar turgan bo'ladi. Uzumlarni uzib kelyapti. Endi bu уже ilohiy narsa. Xudoga yaqinlashishdi, Allohga do'st bo'lishni boshlab bo'lganda yana nafs keladi-da, "Qara" deydi. "Sen mo'jiza ko'rsatding" deydi. "Sen" deydi mo'jiza qilib qishda o'rtasida uzum uzib kelyapsan deydi-da. Shunda uzumlarni olib kelayotgan joyda oyoq qorni ichiga botib ketadi, keyin qo'rqib ketadi, seskanib. "Yo'q, men qilmadim, Alloh qildi. Meni mo'jizam emas, Allohning mo'jizasi" deb dod deb yig'lab boradi. Keyin o'sha paytda o'sha o'zi bilan birga, ya'ni uftodani shogirdlari qiyofasida Xizr alayhissalom keladi. Keyin qo'lidan tortib qordan chiqarib qo'yadi. Keyin